Erkaklar nima tugatyapti? Tem stresslarimiz tugatyapti. Bizni stresslarimiz. Stressga tushib oladi. Xotin ham stressga tushib oladi, ona ham stressga tushib oladi. Onani oldiga kirsa, xotinidan shikoyat qilib uvullab yig'laydi. Kechqurun xotinning oldiga kirsa, xotin uvullab yig'laydi onadan shikoyat qilib. Keyin shu erkak kishi yig'lay olmaydi, ular bo'ri-yu, yig'lay olmaydi. Dardini ichiga yutib, yo stol bitta mushini sindirib yuraveradi. Endi erkaklarda ham hali bunaqa qilib ko'lab o'tiradiganlar chiqyapti. Mana kommentariyalarda. Singlim sizga bitta ro'mol yetishmayapti. Nimaga o'ng qo'lingizni ko'p, chap qo'lingizni ko'p ishlatyapsiz, braslet taqib olgan ekansiz deb. Bu o'ng qo'lim chap emas. Ekranni bunday qilib qo'yganda shunaqa tuyulyapti sizlarga. Bunaqalar ham chiqadi. Hali iqqat bo'lsa, ajrashib ketaman desa, qoniga bitta tepib bolasini tushiradiganlar, ular ham chiqadi. Lekin bir so'm pul topib harakat qilib kelyaptimi? Mana bu yerda janjal bo'lib chiqib ketgandan keyin ko'chada ishlagancha ham bo'lmaydi, xayoli shag'da turadi. Ish qilib onam bilan xotinim yeyishmayaptimi deb. Turadi-da, xayoli shag'da turadi erkaklar. Kelsa yana yeyishayotgan bo'ladi. Bor-da, shunaqa holatlar ham.